Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Minecraft Bro aytgan challenge ni bajarib ko'raman. Qani bo'lmasam go Minecraft. Xullas do'stlar, Minecraftga ham kirib oldik. Mana bizda paqir bor. 3 martalab aylaning dedi. Yo'q. To'xtanglar bolalar. Eng kreativ xullas do'stlar, endi ana haqqoniy halol bo'lib sakraymiz. Sakrayim kelmayapti. Mayli. Endi ketdik. Bismillah. Endi aylandik. Ana birinchi sushi tayyor bolalar. Birinchisini qilib oldik. Endi navbat ikkinchisiga. Yo bismillah deymiz endi mana. Bo'ldi. Ana. 3 martalab deganmidi? Kreativda. Bolalar ana ustida kreativga o'tib qitmat qo'ram ekan. Dash qo'ram yo'q bo'ldi. Ket. Yo. Aylanmabmizmi? Bo'pti, endi aylanib qilamiz. Ana. Bolalar o'xshadi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Yana bittasi qoldi dash. Dash yana survival deb oldi do'stlar. Endi go bismillah. Aylandik. 3 marta aylanish kerak. Bo'ldi ana. Do'stlar, qilib oldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tepaga chiqib olib gapiradi. Bunaqasi gapirsa bo'lmaydi. Xullas hammaga xayr do'stlar. Minecraft ya'ni Blockmaster aytgan gapni ham bajarib oldik. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Hayır.